Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan odat trekerini qanaqa qilib to'g'ri foydalanishni ko'rib chiqamiz. Odat trekeri kimlar uchun? O'zini boshlagan ishini oxiriga yetkazа olmaydiganlar, dangasa insonlar yoki boshlashni, qayerdan boshlashni bilmaydiganlar yoki boshlay olmayotganlar uchun judayam zo'r treker. Xo'p, bu trekerda odatlarning barchasini yozib olamiz va 30 kun mobaynida bajarib boramiz. Bu bajarish mobaynida siz davomiylikni ushlab qolish uchun birinchi kunni bajarasiz, ikkinchi kunni bajarmaysiz, uchinchi kunni bajarasiz. Bu mana shu tarzda yoki har kuni davom etishi kerak. Bu davomiylik, intizomni ushlab qolish uchun eng samarali yechimlardan biri. Agarda orada 2 kun qolib ketadigan bo'lsa, siz intizomdan uzilish paydo bo'ladi va bu keyinchalik ham yana hayotingizda sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun doim va doim bir kunini bajarib, bir kunini bajarmasangiz bo'ladi. Bunda sizda odatlar qanaqa bo'lishi mumkin? Qanaqa odatlar? O'zingizda birinchi mayda odatlarni shakllantirib, keyin katta o'zgarishlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Shuning uchun ertalab uyg'onish ko'p insonda shunaqa muammo bo'lganligi uchun biz bu yerga birinchisiga yozganmiz. Erta uyg'onish, ikkinchisi ibodat, namoz o'qish, sport bilan shug'ullanish, suv ichish. Suv ichish deganda zararli suvlardan voz kechish va foydali mineral suvlarni ko'proq iste'mol qilish. Eng kamida 2 litr. 2 soat chuqur o'rganish. Bu yerda siz hech qanaqa chalg'ishlarsiz, faqatgina 2 soat tinmasdan bitta o'zingiz tanlagan yoki hozirda bajarib kelayotgan sohani o'rganasiz. Sayr qilish yoki meditatsiya qilish. Sayr qilish qanaqa bo'ladi? A tochkadan B tochkaga qarab harakat qilasiz. Bunda sizda hech qanaqa gadjetlar yoki sizga qanaqadir sherik bo'lmaydi. Faqatgina siz va siz bo'lasiz. Bu yerda fikrlaringizni jamlab olish va o'zingiz bilan yolg'iz qolish uchun eng samarali yechimlardan biri. Keyingisi kitob o'qish. Kitob o'qish har bitta odamni vazifasi. Shuning uchun kuniga 20-25 bet kitob o'qish bu normal va buni ham barchasini kitob o'qidingizmi, o'qimadingizmi hammasini kuzatib borsak bo'ladi. Keyingisi yangi narsa o'rganish. Bu yerda kitobdan qanaqadir yangi narsa o'rganasizmi yoki hayotiy experience tajribani o'rganasizmi, uni farqi yo'q, barchasini belgilab borsangiz bo'ladi. Hozirgi hayotda eng katta muammolardan biri bu fast foodsiz hayot. Chunki fast food hayotimizga juda ham katta yomon ta'sir qilganligi uchun biz bundan voz kechishimiz kerak. Buni bemalol o'chirib tashlashingiz ham bo'ladi. Shuni chiqartirib olasiz va ustiga laminat tortib olsangiz, flomasterda belgilab, keyingi oy uchun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Buni siz bizning Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalimiz linki opisiyaniyada. Endi ko'rib chiqamiz. Bugun 1-dekabrda oladigan bo'lsak, bu yerga yozib olamiz. Dekabr 2025-yil. Xo'p, birinchi kun 1-dekabr ertalab voqli uyg'ondingiz. Ibodat, namozingizni o'qidingiz. Xo'p, keyin sport bilan shug'ullanish uchun stadionga yoki amaliy mashqlarni bajarish uchun harakat qildingiz. Keyingisi suv ichish bu afzalini bo'ladi. 2 soat chuqur o'rganish. Mayli, bugun vaqtingiz bo'lmadi, bu narsani belgilab boshqa rangda bemalol belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Keyingisi sayr qilish, meditatsiya. Buni qildingiz, chunki o'zingizni topib olishingiz va fikrlaringizni bitta joyga jamlash uchun eng yaxshi yechim. Kitob o'qidingiz ham deylik. Xo'p, yangi narsa o'rgandingiz. Chunki kitob o'qidingiz, bu sizga qanaqadir yangi olam yoki yangi kashfiyot bo'lishi mumkin. Bu bajardingiz va fast foodsiz hayot. Mana birinchi kunni xuddi shunaqa belgilab oldik va ikkinchi kun siz ertalab voqli uyg'onasiz, ibodat qilasiz, sport bilan shug'ullanmadingiz, mayli. Suv ichishni belgilaymiz. 2 soat chuqur o'rganish. Bu kuni 2 soat chuqur o'rganishingiz shart. Chunki bir kun bajarib, bir kun bajarmasangiz bo'ladi. Bugun bajarmasdan, yana ertasi kuni bajarib, yana bir kun bajarmasdan, yana ertasi kuni bajarsangiz bo'ladi. Bularni xuddi shunaqa davomiylikni ushlab olish uchun bularni xuddi shunaqa tarzda belgilab borishimiz kerak. Xo'p, buni katta A3 formatga chiqarib olib, devoringizga yopishtirib, barchasini belgilab borsangiz bo'ladi. Endi bizada bor hozirgisi bularni ko'rib chiqamiz. Asosiylari. Xo'p, bu yerda bitta odatni yozib olib, shunga ko'proq vaqt ajratib, shu narsani ko'proq ustida ishlasangiz bo'ladi. Bu yerda biz dekabr oyini belgilab olamiz. Dekabr va kitob o'qish deb olamiz. Kitob. Xo'p, bu yerda bizda 4 ta hafta bor. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Misol uchun siz haftani birinchi kuni kitob o'qidingiz. Xo'p, ikkinchi kuni o'qimadingiz,
3-chi kuni o'qidingiz. 4-chi kuni ham o'qidingiz. 5-chi kuni o'qimadingiz va 6-chi kuni o'qidingiz. Keyin yakshanba kuni sizda vaqt bor, bemalol kitob o'qidingiz. Siz 2 kunni xuddi shunday ko'k bilan belgilab olasiz. Bu yerda bajarilmadi 2 kun, bajarildi 5 kun. Siz bir hafta mobaynida 5 kun kitob o'qidingiz. Bunda ham xuddi shunaqa, misol uchun bajarilmadi 3 kun, bajardingiz 4 kun. Bularni xuddi shunaqa qilib belgilab borib, umumiylarini oy oxirida hisob-kitob qilsangiz bo'ladi. Misol uchun 20 kuni, bu yerda 10 kun. Bu yerda 8 kun deb belgilaydigan bo'lsak, bizada 7 talidan 4 ta bor, 28 kun uchun belgilab qo'ysangiz bo'ladi. 20. Rangli edi, bular qora chiqarilganiga qora bo'lib qopti. Keyingisi kunlik. Buni ham shunaqa devoringizga yopishtirib olib, kunlik vazifalarni bajarish uchun ishlatsangiz bo'ladi. 1-dekabr deb yozib oladigan bo'lsak, 1-dekabr deb yozib oladigan bo'lsak, 1-12-25. Siz erta tongda erta uy qonish 20 bet kitob o'qish. Xuddi shunaqa qilib barchasini yozasiz. Bu yerda soatini, misol uchun ertalab soat nechada turdingiz? Mayli 5:30 da turgan bo'lsangiz, yozib olasiz. 33. 25 bet kitobni 20 bet kitobni qancha vaqtda o'qidingiz? Misol uchun, siz erta uyg'ondingiz va qo'lingizga birinchi telefon emas, kitobni oldingiz. Bu yerda 5:50. Buni bajardingizmi? Belgilab qo'yasiz. Buni ham bajardingizmi? Belgilab qo'yasiz. Agar bajarmagan bo'lsangiz, bu yerga X. Bu hammasi o'zingizga bog'liq, bajarish yoki bajarmaslik. Dushanbani belgilagan bo'lsak, agarda kun to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, buni ustiga belgilab, bularni barchasini bemalol o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hammasini va ertasi kuni yana bemalol yozib qo'ysangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Bugungi qisqacha videomiz shundan iborat edi. Biz sizga yana odatlaringizni shakllantirish uchun eng zo'r yechim taklif qila olamiz. Har kuni 1% yaxshiroq kundaligi. Bu kundalikda siz buni orqasini ko'radigan bo'lsak, mana xuddi shunaqa. Bu o'zim tutayotgan kundalik. Bu kundalikda siz barchasini, usullarni hammasini o'rganib, misol uchun intizom, nima uchun va iroda kuchi, odat. Bu kundalikni barchasini belgilab borsangiz bo'ladi. Bu yerda maqsadlarni hammasini yozasiz. Mana misol 5-dekabrdan boshlangan 1-kun. Bu yerda asosiy bajarilishi kerak bo'lgan ishlar, keyin 2-darajali ishlarni barchasi yozib, kun oxirida belgilab boriladi. Misol uchun ertalab uyg'onishingizdan kechki uxlashingizga qadar. Bu yerda kuningiz qanaqa o'tganligini barchasini belgilab borsangiz bo'ladi. Chuqur o'rganish 1 soat, 2 soat o'rgandingizmi, 3 soatmi, 4 soatmi barchasini belgilab qo'yasiz. Va bu yerda 2-kun ham barchasi belgilangan. 2 soat chuqur o'rganish va yozilgan ishlarni barchasini bajardik. 80% bajarildi deb aytsak bo'laveradi. Xuddi shunaqa. Agarda sizga bu kundalik qiziq bo'lsa, bizning Telegram kanalimizdan murojaat qilsangiz, bu kundalikni PDF yoki tayyorini dastavka orqali jo'natib yuboramiz. PDFni ham sotib olsangiz bo'ladi albatta.